Antioksidantlar. Bugungi jamiyatda shunday fikr mavjudki, antioksidantlar tanada erkin radikallar bilan kurashib, qarish jarayonini sekinlashtiradi. Ammo bu afsona yoki ilmiy asoslangan haqiqatmi? Tarix va bozor. 1945-yilda kimyogar Denham Harman shunday taxminni ilgari surdi. Qarish tanada to'planib boradigan va hujayralarga zarar yetkazadigan reaktiv molekulalar, ya'ni erkin radikallar tomonidan keltirib chiqariladi. Natijada erkin radikallarni zararsizlantiruvchi molekulalar, antioksidantlar inson salomatligi uchun foydali deb hisoblana boshlanadi. 1990-yillarga kelib, ko'plab odamlar antioksidant qo'shimchalarini ichishni boshlashadi. Shundan beri global antioksidant bozori o'sib, 2013-yildagi 2,1 milliard dollardan 2020-yilga kelib 3,1 milliard dollarga yetishi bashorat qilindi. Videoning maqsadi va erkin radikallar nima? Ushbu videoda biz tanamizdagi erkin radikallar va antioksidantlarning rolini o'rganamiz. Nima uchun qarishimizni aniqlaymiz va mavjud afsonani fosh qilamiz. Tanamizda elektron bog'lar bilan tutashgan milliardlab molekulalar mavjud. Bu bog'lar zaiflashib, uzilishi mumkin. Natijada erkin radikallar deb ataladigan beqaror molekulalar hosil bo'ladi. Erkin radikallar qanday zarar yetkazadi? Juftlanmagan elektroni bo'lgan erkin radikallar juda reaktiv bo'lib, ko'pincha yaqin atrofdagi millionlab hujayralardan zanjir reaksiyalarini keltirib chiqaradi. Bu ularning yo'qolgan elektronini to'ldirish uchun bo'ladi. Erkin radikallar to'planib, ularning miqdori antioksidant himoyadan oshib ketganda hujayralarda oksidativ stress vujudga keladi. Oksidativ stress va kasalliklar. Oksidativ stress yurak kasalliklari, saraton buzilishlari va qarish kabi kasalliklarni rivojlanishiga hissa qo'shishi aniqlangan. Tana erkin radikallarning ortiqcha miqdorini yo'q qilish uchun bir necha himoya mexanizmlariga ega. Eng asosiy antioksidantlardir. Antioksidantlar ortiqcha erkin radikallarni zararsizlantirishga yordam beruvchi molekulalar bo'lib, kasalliklarni oldini olishda juda muhim rol o'ynaydi. Antioksidantlarning ishlash mexanizmi. Antioksidantlar turli darajalarda himoya vazifasini bajarishi mumkin. Erkin radikallarning hosil bo'lishini kamaytirish, zanjir reaksiyalarini to'xtatish uchun faol radikallarni tutib olish va to'planishining oldini olish uchun oksidlangan oqsillarni yo'q qilish. Antioksidantlar qayerda uchraydi? Xo'sh, antioksidantlar qayerda to'planadi? Ko'plab oziq-ovqat manbalarida turli xil antioksidantlar mavjud. Masalan, C vitamini, sitrus mevalar va yashil bargli sabzavotlar, E vitamini, yong'oq va urug'lar, to'liq don mahsulotlari va o'simliklarda, turli mevalar, sabzavot, dukkaklilar va ziravorlarda, boshqa manbalar, kakao, choy, vino va shokoladlarda. Radikallar va qarish o'rtasidagi bog'liqlik hali to'liq aniqlanmagan. Mavjud adabiyotlar ziddiyatli. Ba'zi hayvonlar ustida tadqiqotlar antioksidant darajasini oshishi, umr ko'rish muddatini uzaytirishini ko'rsatadi. Ramdon va Hakim tomonidan o'tkazilgan so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yumaloq qurtlardan antioksidant himoyasining genetik ravishda kamayishi ularning umrini uzaytiradi. Erkin radikallar nima uchun qarishga olib keladigan savolga javoban sifatida mitoxondrial erkin radikallar qarish nazariyasi ilgari surilgan. Bu nazariyada juda ko'p miqdorda erkin radikallarning mitoxondrial DNKga oksidativ zarar yetkazishini va bu zarar qarishni tezlashtiradigan mutatsiyalarga olib kelishini tushuntiradi. Demak, erkin radikallar ko'payishi umr ko'rish muddatining qisqarishi bilan bog'liq. Ammo Sandoz tomonidan 2008-yilda o'tkazilgan tanqidiy tahlil shuni ko'rsatadiki, mitoxondrial DNKdagi mutatsiyalar yoki oksidativ zarar umr ko'rish muddatini qisqartirmaydi. Qarish to'g'ridan-to'g'ri oksidativ zarar natijasi emas va antioksidantlar bilan erkin radikallarni kamaytirish qarish bilan bog'liq emas.